Yo'q, bilmadim ekan. Agar bilgan bo'lsa adabimni beradi. Hozir xotini yo'qolib qolmasdan tezroq suraverayin. Agar jo'xa tursa rostdan ham adabimni beradi boru. Xotin? Xotin qani? Xotin qanisan? Hoy xotin, qayoqqa ketib qolding? Ko'chaga chiqdingmi? Hoy, qayoqqa ketding ekan? Shkafdami? Yo'q, qayoqdan shkafda bo'laman. Menimcha eshikka chiqqan bo'lsa kerak. Ketdim men ham eshikka chiqayinchi. Bu yerda ham yo'qqa o'xshayapti-ye. Qayoqqa ketdi xotinim bilmadim. Stoltay kirib oldimikin? Yo'q, stoltayda ham yo'q. Menimcha aniq ko'chaga chiqib ketgan. Shu xotinimni yo'qotaman deb hech o'ylamagandim-da. Mazza qilib uxlabman lekin bori. Voy xotin, qayoqdasan? Nima baqirasan? Toshmat aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima gap? Xotinimni ko'rmadingizmi? Yo'q, xotiningni qayerdan ko'raman? Mayli, kechirasiz, bezovta qildim. Menimcha do'konga ketgan shekilli, garajga kirib oldim ekan, mashina olib bering deb yotgandi. Yo'q, garajda ham yo'q. Tochini magazinga ketgan. Nimadir og'is kelganda o'sha yoqqa ketib borgan. Menimcha ertalab tuxum qovurishga tuxum olib kelgan. Ketgan bilmayman, ketdim do'konga. Do'konda qanaqadir kiyim ko'rdim degandi, lekin bizda kiyim sotadigan do'kon yo'q, shaharda edi. Shaharga ketmagandir. Shaharga borish uchun mendan oldin so'rardi. Shaharga bormoqchiman. Karochi shunaqa derdi. Lekin so'ragani yo'q. Balki esdan chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin. Assalomu alaykum, brat. Nima gap, Jo'xa? Nima qilyapsan? Karochi, brat, xotinim oldingizga kelmadimi? Qaysi xotining? Izdivasta qilyapsizmi? O'zi bitta xotinim bor-ku. Aldaysan, Yo'q, aldayotganim yo'q, brat. O'sha xotinim kelmadimi yoningizga? Yo'q, kelgani yo'q. Kechirasiz, dam olib yotganingiz buzib qo'ydim. So'randi, dam olib yotibman. Mayli, uzrasiz, brat. Mazza qilib, issiqda toblanib yotibdi desam, aytgan salqinlab yotibdi. Issiqdan salqinga qochib yotibdi. Nima? Galemlar ko'payib ketgan. Ana shu galemlar bor, aniq biladi. O'g'ri chiqadigan bo'lsa, mana shular birinchi marta ko'radi-da. Jetellardan so'rayman ekan. Voy jetellar, qanaysanlar? Yaxshimisanlar? Jo'xa, assalomu alaykum. Tinchmisiz, brat? Bo'ladi, rahmat. Aytgancha xotinimni ko'rmadinglarmi? Qanday xotining? Jinnimisan? Qanday xotin bo'ladi? Xotindagi xotinda? Yo'q, brat, ko'rganim yo'q, uzr lekin. Mayli, agar ko'rgan bo'lsang aytib bor, xo'pmi? Telefoningiz necha edi? 3 dan o'l, topolmay o'l. Bo'pti, topolmay o'laman unda. Yo'q, topganda telefon, tushundingmi? Bo'pti, unda telefon nomeringizni topganimcha o'z xotiningiz o'z topsangiz kerak. Karochi, gapni ko'paytirmay ketdim. Nima qilsam ekan? Karochi, ko'chada-ya? Ketdim bor, politsiyachilarga xabar beraman Karochdagi. Politsiya idorasi qayerda qoldi? Oldin mana shu binoda edi. Hozir ham shu bino bo'lsa kerak, ichiga kirib ko'rayinchi. Stop, yo'q-ku, menimcha ko'chirishgan. O qayoqqa ketdi ekan? Jetellardan so'rash kerak. Jetellar qayerda edi? Mana bu yerda bir ikkita jetellarni ko'rgandim. Voy jetel, qaravor. Jo'xa, qalaysan? Bittadan qarasang yetarding. Bo'pti, men ketdim. Nima deysan? Gapir tez. Meni bug'doyimni ber. Maye, bug'doyingni bitta joyingga bitta narsa qilib qo'y. Yana qo'limga kelyapti, yig'ishtirib qo'y bug'doyingni, o'pib asabimni buzmasin. Karochi, ana bor edi, janob politsiyachi idorasi o'sha qayoqqa? Ana seni uying o'ng tomondan kichkina uychada. Ko'chirishdimi? Ko'chirib ketishgan o'sha yoqqa. Bo'pti, rahmat senga. Arzimaydi, hatgacha xotining topdingmi? Yo'q, o'shani izlab yuribman. Politsiyaga bermoqchimisan? Yo'q, politsiyaga nima qilaman berib? Topsam o'zim olaman-ku, jinni. Yo'q, izlashga aytmoqchiman. Ya'ni politsiyaga aytmoqchimisan izlagin deb. Shunaqa bo'pti, Karochi, men ketdim. Qayoqqa dedi? Uyingning o'ng tomonidagi kichkina uy dedim. Mana shu uy bo'lsa kerak, bilmadim. O'zi uyimning o'ng tomonida bitta mana shu kichkina uy bor-da, boshqa yana qanday uy bor? Mana u bor ekan. Yo'q, birinchi shunisiga kirib ko'rayda. Mana ekan. Uxlayaptimi? Jo'xa, nima gap? Nima kelding? Uxlayapsizmi, brat? Uxlayman-da, men ham odam-ku. Politsiyachilar ham uxlaydimi? Nima deganing? Politsiyachilar hayvonmi uxlamay? Jinnimisan, hayvonlar ham uxlaydi-ku. Nima gap? Karochi, xotinim yo'qolib qoldi. Xotinni ham yo'qadimi odam? Yo'qotadi-da. Qo'shnilarga o'tgandir-da. Yo'qda qo'shnilarga o'shani sizga topib bering deb keldim yoningizga. Qayerdan topaman hozir? Hozir 1 minut. Qayoqqa ketdingiz, brat? Men uyimda usta yo'q ekan. Sizni uyingiz ustida bor yo'q deyotganim yo'q. Topib bering deyapman. Qayerdan topaman, jinnimisan? Bilmayman, qayerdandir topish kerak. Mayli, yur, topamiz hozir. Chiq. Mana eshigingiz nimadir bo'lib qoldi. Yur, qani. Xotiningni ko'p qayerda yurganini ko'rgansan. Xotinim eng ko'p vaqtini uyda o'tkazadi. Demak, uyda ekan xotining. Polizingni ko'rdingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ko'rish kerak. Xo'sh, poliz ichida yo'q, suvni ichiga kirib olmaganmi? Jinnimisiz, janob politsiyachi? Yo'q, rostdan ham yo'q ekan. Tak. Yangi deraza qo'yibsanmi? Zo'r ekanmi? Qayerdan olding? Derazaga qo'yib turing, xotin topish kerak. Bo'pti. Eshikni ham o'sha yoqdan oldingmi?
jinnimisiz? Tezroq xotin topaylik. Bo'ldi, rosa ham xotinni yaxshi ko'rar ekansan. Bu yer qanday xona? Omborxona. Bu yerda nima bor? Omborxona deyapman-ku. Ha, tushunali. Men sandiqda ichiga kirib bo'lmaganmi xotining? Buning ichiga sig'maydi. Ha, tushunali. Demak, seft ichiga kirib olgan. Seft ichiga sig'adi-yu. O jinnimisiz? Yo'q bu yerda. Bo'pti, yur. Balki pechkani ichidadir. O janob politsiyachi, siz rostdan ham politsiyachimisiz o'zi? Ha, qo'rqma, bu yoqda yo'qmi? Yo'q, bu yoqda o'zi ko'rib chiqdim. Yaxshi, chiqimda. Qayerda ko'ramiz endi? Menda bitta, короче, variantlar bor, o'shalarda bo'lishi mumkin. Xotining PUBG o'ynashni biladimi? Yo'q, bilmaydi. Most o'rganmoqchi bo'lgandir, kompyuterxonaga kelgan bo'lishi mumkin. Janob, qalaysiz, tinchmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana u Johan xotinni ko'rmadingizmi? Yo'q, qo'ymadim. Yur, ko'rmabdi. Janob politsiyachi, nima qilib ketyapsiz? Короче, qishloqda chiroyli joy ko'p bilasan. Bilaman. Xotining yaxshi ko'ram chiroyli joylarda? Yaxshi ko'rsa kerak. Ortimdan yur, xotining topib beraman. Qayoqqa olib boryapsiz meni, oy? Xotining qishloqda tepadan kuzatadimi, demak deb o'ylagandim, lekin yo'q ekan. Balki mana eski binoga borgandir. U yoqda nima qiladi? Endi qiziqqonda qiziqib borib qolgandir. Ham mayli, yurchi, boshqa joylar ko'raylikchi. Mayli, lekin iltimos tez topaylik janob politsiyachi. Men nima qilyapman? O'ynayotganim yo'q, harakat qilyapman tezroq topishga. Jetel qochib tur. Короче, bitta reja bor yana. Qanaqa reja? Короче, hozir. Janob merdan so'radingmi? Yo'q, so'raganim yo'q. Janob merdan so'rash kerak edi. Jinni janob mer bilan joyini. Yur, janob merdan so'raymiz. Mayli, unda ketdik. Bo'ldi, davay, hozir 1 sekund. Yur ortimdan. Boryapman, faqat astarroq yursangiz yaxshi bo'lardi. Men tez yuribmanmi? Jinni, sen bilan bir xil yuribman. Ya'ni men siz bilan bir xil yuribman. Shunaqa, короче. Hozir kiramiz, o'zim so'rayman, bo'ptimi? Mayli. To'xtang. Voy, uyingda eshiging yo'qmi? Qamab kelsang bo'lmaydimi? Hozir, janob mer, bo'ldi, qamadim. Xullas, mana u Jo'xani xotini yo'q qolibdi. Nima qilay xotin yo'qolsa? Xullas, o'shani topish kerak-da, ko'rmadingizmi? Yo'q, o'zim topib beraman, sen ketaver, xo'pmi? Mayli, aniq topasizmi? Topaman. Bo'pti. Короче, Jo'xa, unda sen menga xotining topilgandan keyin aytib qo'y, xo'pmi? Mayli, aytaman janob politsiyachi. Rahmat kattakon. Arzimaydi, bo'pti, sog' bo'l. Aytgancha rahmat, ey. Arzimaydi, bo'pti. Aytgancha assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Xotin yo'q qolib qoldimi? Yo'q, o'sha ertalabdan beri izlab yuribman. Topiladi, qo'rqma, topiladi. Nima topiladi deysiz, joyini bilasizmi? Bilaman-da, aytmayman. Jinnimisiz, nimaga aytmaysiz? Senga bitta ish bor, o'sha ishni qilsang topib beraman xotiningni. Siz hali xotinimni o'zingiz yashirib qo'yib turib menga ish qildirib olmoqchi emasmisiz? Yo'q, qo'rqma, yashirganim yo'q, faqat joyini bilaman-da. Aldayotgan bo'lsangiz qarang-da, lekin politsiyaga sizni ustingizdan arz qilaman. Jinimizdan politsiyachi men qo'limda ishlaydi-ku. Sizni qo'lingiz yo'q-ku. Tentak, men boshqaraman demoqchiman. Tushunali. Qana ish, aytingchi. Короче, shaharga borasan. Menga bitta, hozir eslab olay, nima edi nomi? Nima edi, shu payt esimga ham kelmayapti-da, короче. Boraver, короче, telefon qilib aytaman deb olib kelishingni. Mayli, unda ketdim. Qani, agar xotinimni o'shanda ham topib bermasangiz, lekin xafa bo'laman lekin. Jinnimizdan kurashmaydi bu xotin uchun. Men bilan urushmaysan bu xotining topib bermasam. Urushaveraman, farqi yo'q. Bo'pti, borib ketyapsiz, topib beraman. Mayli, ketdim unda, telefon qilib aytarsiz. Mayli. 3 marta ham mayli dedim. Farosatni qayerdan olgan janob mer? Bo'pti, ketdim, короче. Taksi topaman, piyoda ketamanmi? Taksi kelib qolar. Taksi zakaz qilamiz. Tezkor taksi 98. Bo'l zakaz qilindi. Endi kelishini kutamiz. Obbo, taksi ham vobshe kechikib ketdi, bori. Taksimi mana bu? Brat, siz poyezd bilan taksi qilasizmi? Chiqib ol orqaga. Oho, 1 gektar joy bor ekan orqadan. Mayli, hozir chiqib olaman, mana chiqib oldim. Yaxshilab ushlab ol. Qo'zg'ashimiz mumkin, ya'ni qimirlab haydashim mumkin. Ehtiyot bo'lib haydang, o'zi siz sakrashini olganmisiz nima balo? Prosta sal sekinroq ketamiz. Ehtiyot bo'l. Mayli. Bir shu mashinani shahardan olib kelishim uchun janob mer meni xotinimni o'g'irlab o'zimni shaharga jo'natdi. Hozir mendan ko'radi, mashinasini olib borib yo'l ustiga qo'yib qo'yaman, u yog'iga o'zi bilan nima qilsa qilsin. Agar xotinga bermayman desa, lekin iloji yo'q-da, o'shanda baribir chekkaga qo'yib qo'yishimga to'g'ri keladi. O'zi ham musur mashina ekan, 2 soatdan beri kelyapman. Borishdan taksi bilan zo'rg'a bordim. Borib chayqatib attraksion qilib bordi.
Hop, hozir men buni qandaysiga joylashtirsam bo'ladi? Pakash yerda turib tursin bilan janob merga aytay. Bu sizlarni короче bilib olishinglar uchun ma'lumot uchun Lada mashinasi вообще musur mashina bilmayman. Janob mer keldim. Ha, keldingmi? Yo'q, kelmadim, keldim deyapman. Janob mer tushunyapsizmi? Mashina qani? Ana eshikda turibdi mashina. Yaxshi. Hozir xotining topib beraman. Qayerdan topasiz? Joyini ayting, o'zim topib olaman. Sabr qil, sabr tagi sariq oltin. Mayli. Karoshday janob mer mashinangiz shu yerda turaveradimi? Hech qayerga qo'yib qo'ymaymanmi? Ha, aytgan shuni aytmoqchi edim. Birinchi o'rinda buni mehmonxonani orqa tomoniga olib borasan. Ya'ni mehmonxonada yashaydigan bitta biznesmen o'sha zakaz qilgan, o'sha aka. Buni borib qo'ysa, keyin telefon qilib aytaman xotining qayerdaligini. Mayli unda ketdim. Bo'pti. Agar xotinimga nimadir qilgan bo'lsangiz bormi? Basharingizda shunday to'rtga bo'lib qo'yaman. Sen meni asabimga tegma, xotinga hech narsa qilganim yo'q. Meni ham xotinim bor, damma. To'g'ri, bo'pti. Mayli, qarochi, men ketdim. Xotinim bor-u deydimi? Aytgancha. Xotini bor rostdan ham. Bu degani bo'ldi, bildim. Demak, meni xotinim janob merdi xotinining yonida. Rostdan ham. Demak, janob merdi xotin aytgan. O'shani xotinini olib keling, zerikdim, birga guring qilib o'tiraylik degan bo'lsa kerak-da. Hozir asabimni buzgani uchun janob merdi xotiniga ham yaxshi gapirib tashlayman. Agar keyin janob merdi o'ziga aytsa-chi. Tushunmadim. Mehmonxonani orqasiga olib bor dedimi? Mehmonxona 99-qishloq dedi-yu, bu yerda hech qanaqa mehmonxona yo'q-ku. Mana shu yerga to'xtanglar, men bir telefon qilib ko'ray. Alo, janob mer. Ha, nima deysan? Bizning qishlog'imizda hech qanaqa mehmonxona yo'q-ku. Aytgancha mehmonxona 99-qishloq dedi-ya. Shunaqa? Siz cho'ta adashdingizmi deyman-da? Yo'q, adashgan bo'lishi mumkin emas. Rostdan ham adashgansiz. Bo'pti, o'sha kafening orqasiga qo'yib qo'y, o'sha odamsan. Shu odaman. Bo'pti. Xotining meni uyimda, xotinim bilan o'tiribdi. Obbo, shuni aytish uchun shuncha cho'zdingizmi? Ha, endi ishlarni qildirib oldim-da. Guringlashib o'tirishibdi. Borib olib ketsang olib ket, agar xotinim qo'ysa. Bo'pti, qarochi, sog' bo'ling. Shuncha vaqt izladim o'zi ham xotinimni. Nahotki xotini bilan oddiy guring qilish uchun kofe deb yozib qo'yishibdi ekan. Nahotki o'g'irlab ketgan bo'lsa. Nima qilib o'tiribsizlar? Xotin? Sen hali shu yerdamiding? Men seni ertalabdan beri izlab yuribman. Shahargacha borib keldim seni izlab. Nima? Seni sog'inaman-da, nima, sog'inmayapman. Yo'q, xotiningiz men bilan ozgincha guring qilib o'tirsin, keyin boradi. Bo'pti, mayli. Faqat ehtiyot bo'linglar. Agar kimdir kelsa, kelmasin qarochi. Bo'pti, sog' bo'lasizlar, men ketdim. Xotin kechki uyga o'tib borgin, tushundingmi? Agar qo'rqsang, chaqir, o'zim kelib olib ketaman, bo'ptimi? Mayli, o'zim olib borib qo'yaman yoki men chaqiraman sizni. Mayli, shunaqa qilinglar qarochi. Voy, yaxshi bo'ldi. Xotining topildimi? Ana orqangda turibdi, ko'ryapsanmi? O'zi ertalab ko'rgandim, sen kelishing esimdan chiqibdi. Kallangga qo'y yog'i. Voy, jetellar iltimos, galimlar teginmanglar, men jetelni bilmasdan urib qo'ydim-da, kechirasizlar. Kimga aytishim kerak? Politsiyachiga aytishim kerak aytgancha, borib politsiyachiga aytaymikin, xotinimni topdim deb yoki aytmaymikin. Qarshi telefon qilib aytaman. Tak, nomer necha edi? Alo, assalomu alaykum janob politsiyachi. Jo'qa, nima gap? Xotining topildimi? Topildi. Qayerda ekan? Janob mer xotining yonida ekan. Obbo, janob mer qanaqadir ish qildirib oldimi yana? Shunaqa. Obbo, yomon ayyordash odam. Bo'pti, mayli, unda yaxshi dam ol. Mayli. Qayerdan bildingiz dam olishimni? Charchagandirsan-da, shunga aytdim. Bo'pti. Qarochi uxlayman endi, mana qaranglar. Uzoqdan yugurib kelib bitta uxlayman. Mazza. Qarochi ertagacha.